Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Uzchilangan jamoasining navbatdagi kuni. Navbatdagi buyurtmamiz Xorazm viloyatidan kelib tushdi. Eslatib o'taman, manzilimiz Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida o'z faoliyatimizni olib boramiz. Buyurtmaga asosan hammom uchun pechka titan yasab beryapmiz. Ayni ko'rinishda demak buyurtmamiz yasab tugatilmoqda. Hozirgi holati bo'yicha ma'lumot berayotgan bo'lsak, ishlatilgan mahsulotlarimiz titanimizga 300 mm diametrdagi turbadan foydalandik. Devorlari qalinligi 8 mm tashkil qiladi. Ichiga mo'ra o'rnida 114 mm diametrdagi turba foydalanildi. Uni ham devorlari qalinligi 8 mm. Flanslarimiz mana ustki va pastki qopqoqlarimizni qalinligi ham 8 mm ni tashkil qiladi. Pechkamiz 3 xil mahsulotdan yasaldi, ya'ni mana shu aynan shu turbamiz o'zidan bir qismi oldi va orqa qismi yasalgan 8 mm qalinlik. Ustki va yonbosh qismlari 4 mm qalinlik, ichkarida klassik o'rda list ishlatganmiz 6 mm qalinlikka ega. Xo'p, ayni ko'rishda pechkamizning shakli biroz odatdagi pechkalarga nisbatan o'zgacha ko'rinishda yasab olindi. Ko'rib turibmiz, buyurtmaga asosan titanimiz mana shunday syomniy, razyomniy qilib yasaldi. Favqulodda holatda remont talab holat bo'ladigan bo'lsa, bemalol yechib olgan holatda titanni remont qilib yana joyiga qo'yish imkoniyatiga ega bo'linadi. Xo'p, eshik qismlari bilan tanishib o'tamiz. Ayni ko'rinishda eshiklari kattaroq holatda yasab berildi. Qozonxonamizning ko'rinishi keng holatda yasab olingan. Ovalniy shaklga ega eshiklarimiz, aytib o'tgandek, turbadan foydalandik. Oldi va orqa qismi yumaloq shaklga ega. Ruchkalarimiz ruchka kurchok qisib oladi, zajimli holatda. Ochilib yopilishlari qulay. Kuloladigan qismimiz bu yerda ham xuddi shu holat takrorlandi. Xo'p, buyurtmaga asosan naduf ulitka uchun ham ventilyator uchun ham joy qoldirdik. Bu ma'lumki yoqiladigan yoqilg'imiz sifati har xil bo'lishi mumkin. Demak, yoqilg'ini yaxshiroq yoqish maqsadida foydalanish imkoniyatini oshiradi. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, ayni ko'rinishda pechkamiz va titanimiz yasab tugatildi. Endi navbat ularni yaxshilab tozalab ognyuporniy kraska sepamiz. Buyurtmaga asosan, ya'ni 1000 gradus issiqlikka chidaydigan qora rangdagi kraska sepiladi. Har qancha issiqlik berish holati bo'lsinki, kraskamiz kuymaslik imkoniyatiga ega bo'ladi. Buyurtma asosida quyidagi ko'rinishdagi pechka va kotellarni qabul qilamiz va imkon qadar demak manzili tomon dastavka bilan yetkazib berish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'ling.